Bizani asosiy hayotdagi valyutamiz bu e'tibor. Nega men bu mavzudan boshladim? Birinchi videoyimni ko'rganlar bo'lsa oranglarda o'sha yerda chalg'ituvchi faktorlar to'g'risida aytdim. Ular qanaqa chalg'itadi degan savolga keladigan bo'lsak, hammasi sizni e'tiboringizni olib qochish bilan band. Nimaga? Chunki e'tibor sizni asosiy o'zingiz egalik qila oladigan valyutangiz. Vaqt emas, vaqt sizni qo'lingizda emas. Bugun uxlab ertaga turishingizni ham bilmaysiz. Demak vaqt emas. Pul emas. Pul bugun bor, ertaga yo'q. Kimdadir ko'p, kimdadir kam. Lekin u ham dunyoni tashqi sizga beradigan bir qiymat evaziga beradigan bir tovar pul. Bundoq qarasa o'zi tegadi. Lekin e'tibor har doim o'zingizda. Nimaga e'tiborni siz qaratsangiz, o'sha narsa bilan siz band bo'lasiz. Bu haqiqat.